Bizim aileden sırtından ne canından ne? Kaç sattık oldu sana akçer? Bilet alacak. İki yer satıldı. Doğru. İki magandacı Mırza Bahadır aldı. Doğrusundan çıkacak onu tuttu. İkincisi. Onu tuttu. O tuttu yani. Keçir koyuyor. İkincisi kanday yapamıyor. John Bolo. John Bolo. Başka yer hazırladı. 2 hektar yer. Firmanın burada o. Munisipalite turup taktan vatar. Çilerge evler uzar cazvata düşürürdü. Belgide satkalar durup. Endi sözde ne? Qaytib sattыңыздар ошол жерлерди. Кантип бердиңер? Кайсы мыйзам негизинде, кайсы документ негизинде? Ошол жерлерди кантип саттыңар шайлоо? Ал жерлер муниципальный менчикке алып көп китап жасатып туруп, алынгандан кийин мамкаттуу архитектурадан кордонусун алып сатса болотпу, жокпу. Ошондон кийин независимый оценщик барып, баалатып туруп, баалагандан кийин земкомиссия көрөт, жер комиссиясы. Komisyon negizinde ne aksiyon yok? Kantip cengi aldı, oşol kişi kantip. Kaysınız negizinde cengi aldı? Bunun için Can Bolat cengi aldı, ikincisi kimde atılır? Bahtiyar. İkincisi Bahtiyar, kantip cengi aldı yıkıyor. Götürüştü. Hayırdı? Cevap oldu. Kaçtası girdi, aksan oldu. Kaçta kişi kaçtası girdi? Üçü o şimdi. Özleri Yazma sana. Ökөтең айыл өкмөтү иштейт. Ökөтең ошол Эки өтең айыл өкмөттү иштейт. Туурабы ошол адамдар? Жок, иштебейт. İşteyт, не иштебейт? Can Bolat водитель. Сиздерде водитель бар? Мен азыр отам Жамбыл отурган ага. İşte Bolat водитель. Айыл өкмөттү иштебейт. Депутат да. Жок, aksion var. Kim girdi atını ayttınız özü? Siz bilesiz. Yok, odan keyinki aksion mu? Siz bilesiz. Bahadır algan jerge. Kim Bahadır bilen amiri. Azerbaycan Bahadır. Düşündük de Azerbaycan'da. Üçüncü mesele. Мысалы, мен да алгым келет. Ошол жерди. Туура. Мына катышып. Билсем аламбы? Егемекке де алсаңар да алсаңар. 8-10 адам катышсачы. Егемге сатылган 30 соту жер. Kerim Başlayan. Жок, улар сатылган жок. Жок, егемекке алып боюп сатылды го. Жок, арендеде тактап атат жери. Жер тактап атат. Өлмөс деген. Өлмөс баягы. Берги ошо Мамасы сатылды? Ал кантип сатылды? Өлмөс, мамасы да. Ал кантип сатылды? Акшын. Бүт бардыгын текшериңиздер. Эмеге чейин келсин. Ар бир эмеси боюнча, жер боюнча. Госрегистрден алган. Болмаса да канча жер? 30 сой. O bilet alsanız. Мели документально көтөрөбүз баарын айтабыз. Билет жер. Мына турабыз. Булар мындай как адамга окшоп, жакшына элге билгизип сатканда булар саткан жер. Биздин бюджет уже. Азыр канча бюджет? 32 миллион. Канча бюджет? 37. Уже 100ге чыкты эле, да. 1 миллиондук жер 100 миңге чыккан. İşte ошончо биз Тырышат ошонго жетти да. Эң бай биздин бюджет өзү. Биздин айылдын бюджети. Ошо өспөй да уже. Канча жыл болду өспөй калды ошо. Жакшы болчу, биздики эң жакшы биздики болду. Биздин айылдын болчу. Айланар 110 миллионго чыкты. Бул адам 16 жыл болду. Берки Жалалидин кечеги ажы. Ол келгениге бул буяктан кийин келген ол. Уже 110 миллионго чыгып кетти жогорку кече. Siz 16 yıl oldu aylık mı? Bu üçüncü emeği boyunca da. Olmazsın bu. Bize sorusu var ekan sizga. Men so'rab bor bu kishiga men go'sht aktimi mana shu kishi besxoz qilib qo'ydi. Men 2013dan beri o'zi otamni joyi uyet. Mana go'sht aktni o'zi borib sotlarga borib, mana shuni otasini joyida. Mana shuni qildi o'zi. Oxiri men yuragim og'rib Moskvaga ketuvdim. Bek menga kerak deb hozir endi u yerda bibliotek deb mana qilib ko'k dokument qilib u yerda endi sotyapti bu kishi. Bu kishi mana shunaqa qilib ko'p joylarda sotib olib, endi siz o'zingiz so'rovlaringizga o'zingiz javob bering. Hozir Ortiq aka ko'p so'rovingizga javob beryapti. Mana shuni ham mana go'sht akti ustiga, meni go'sht aktining ustiga 2017da jo'qqa chiqarilib mana buni. Emin bu yildan beri 3 yildan beri 800 mingim ketdi. Bitta domimni ham sotib berdim mashlarga. 800 mingimni olib ham bir oyda ichida mana uni aksionga qo'yib dedi. Sizga dokumentlashtirib beraman deb hali ham yo'q. Bu yil 4-yili. El biladi. Mana shu kishining orqasidan mana shu churqamaganim qolmadi.
5 yildan beri sotga qatnashaman uka. Уже jonim, уже yuragim qaltiraydigan bo'lib qoldi, to'g'risi ham. U yerda 6 sotik, meni o'zi tayi, opa dadamning enami joyi 15 sotik. Mana. Qancha ақша berdingiz uyingizni tuzatib? Men deputatlar men uyimga kiradi, pigi bering deydi. Men domama 1 millionga sotib 800 ming mashinaga berdim. Endi men Rovodiga joz bersam, men hech narsani bilmayman dedi mana o kishi. Deputatlarga ontarib qo'yapti. To'g'risi hamda, endi mana yaqinda men bir odam tutib oldim. Mana dokumentni ustiga turib, Bishkekka borib bu kishi jo'qqa chiqarib ketdimi shu yerda? U yerda o'ziga kerak ekan shekilida magazin qiladimi, bilmayman, olib u yerda narsa qiladimi, endi o'ziga kerak. Qizil bitirib ko'rsatma qancha. Bishkekdan men qo'shnim jo'qqa chiq, endi qo'shnimga to'ngayapti. O'zi jo'qqa chiqarib qo'yib. Mana. O'sha mekteptanda biblioteka bor. Ha, biblioteka. O'yla qudangiz ham bor, Qudasi bor o'yla o'sha yerda. O'zining qudasi bor-da, bu yoq. O'zini qudasi bir duvar qo'shni bo'lib. O'sha. Men nima o'yi bor, men bilmayman bu yerda. Men maharamayman. Ova. Endi men qiynalib ketdim. Qiynalib ketganimdan Hozir to'g'ri yer tirkasi 609 kvadrat metr ekanda. Men ham rayonda 43 yil ishlagan ayolman men ham. 6 sotik yeringiz bor ekanda. 15 sotikdan 6 sotik qildi. Mana ortiq aka borib aytdiki, bu xotin dedi domlarda o'tirgan. Vladilets, to'rt sotik ham jetadisi, bo'pti deb ikkiga bo'ldi. Qo'shnamiz dokumenti yo'q o'tiradi. Texnik pasportda bor. Mana hozir mana uni menga bekitishib qilishyapti mana. Biblioteka degan narsa. Momuni qancha jo'qqa chiqardingiz? Endi nima? 2003-yili sistemli registratsiya bo'lgan vaqtda bu siz qo'lingizda turgan Gozakdagi zdaniya kooperativ qurgan çayxona bo'lchi. Al çayxonani 2003-yildari sistemli qattiq yurgan vaqtda Abdullayev atındagi mektep biblioteka qilib ishlatib turgan vaqtda al zdaniya biblioteka bo'lib 2003-yili qattiqda biblioteka bo'lib qolgan ekan. Ana значит 2000 qancha yili oldi ekan bilmayman unmasini. 2014-yil. O'zi sotga bordingiz, qatnashdingiz? Sotda bag'i munisipalniy menchik degan yerda biblioteka Abdullayev atındagi mektep biblioteka bo'lib ishlatib yurgan imoratni chechimini Mejrayonni sotdan bu kishilar jo'qqa chiqarib sotni chechimining negizida u Gozakda olgan. Sotni chechimining negizida. Ana bir Dubal qo'shnisi, bu kishini Mamtaliyev famoyimi degan kishilar To'lqin degan kishi al yer 6 sotik bo'lgan. 6 sotik. Hukumatda значит balansdagi turgan yer 6 sotik. 2 sotik 70 desatga yerini bu kishining qo'shnasi menchiklashtirib olgan. Nima qilib qisqa qilib aytganda bu kishini ana keyin jazdi. Qo'shnasi jazib bu sotni chechimi negizida bu Gozak jo'qqa chiqib qayradan biz значит munisipalniy menchik degan значит nimasini oldik. Bu kishi o'tirgan, hozirgi o'zi aytgan o'tirgan zdaniya munisipalniy menchik bo'lib qoldi hozir. Qayradan sotni chechimining negizida. Hozirda alja munisipalniy menchik. Menga qarang, bo'pti. Mana Gozakni ashu sotga borganimizda nimaga mana dokumentni oldimga tashab qo'ymagansiz? Mana qayerda? Meni otamning joyi, mashina putim qoldi, bitta oyog'im qoldi deysiz. Bu masala bo'yicha Yolg'on so'ylamang yerda. To'lqin bilan qo'shilib, Xudodan qo'rqing. Siz Xudodan qo'rqing. Bugun javob bermasa, Xudodan oxiratda javob berasiz. Aqchasini 800 ming aqchani kimdirga berdingiz? 800 mingni deputatlari kelib, seni tuguning bilan ko'chaga olib chiqar ekan. Kuyov bolasiga bergan. Kuyov bolamga emas, yolg'on so'ylamang. Biz bilaymiz. Yolg'on so'ylamang siz. Men kuyov bolasi bo'ldim. Kuyov bolam mana.
Hoca'ya ben joluktum. Bunda bu konu ekan biz koyup berasın nima qiladi deb söylashtirishdik deb de birisi men og'am bo'lib, birisi o'zini ukasi bo'lib. Ovozini bolasi bo'lib. Borib söylashtirdi. Hoca'ga bunda bo'lib turgan qiz berasizmi, nimasini berayin, chapim desam bo'ldi. Arqamga top o'shani oldi. Aşk'a ketmadi, bo'ldi, qilib beraman uka dedi. Ha bu sen kelibsin ham mayli dedi. 4 yildan bo'ldi deb söylashdik. Aynen aytdim, domini sotdi, aqchani olib 600 ming aqchasini berdik deputatlarga. 4 yilda boraveram, hojaga nima ertangi bir oyda bo'lib, anaqa beram, bunaqa beram. Ertaga aytmagan ekansan dedi, yolg'on suylash. Fakt. Usta mana direktorlar var. Buzg'anda mana bahor klubi bo'ladi. Kino teatr bilan bordigi biladi Orolda. Qudasi bo'lib, bir duvar qo'shnasi bo'lib. Usta shuni buzmaymi? Kino teatr bor, yerlar biladi. Mana Qo'zduvar nimalar? Boshini munoni sotgan munoni. Uju magazin qurib oldi, birinchi to'polon qilib, deputatlar bilan to'xtatib qo'ydi dedi. Boshqa eldir boshlab qolganda buzg'anda onu to'xtatib, ayol hukumatniki deb turib, mana ham boshqa biri sotib oldi. Qurdi-ku buni zdaniyani. Magazin qilib, chiroyli qilib solib qo'ydi. Buna da Qo'zduvar nimasi. Buna mini pole shu meni ayol hukumatning janimda. Onu da o'zini jiyani 1 million 200 ming sotdi deb uju söz bo'ldi. Onu o'zlari yilini almashtirib orqa jog'idan osti jog'idan. Ona o'zini mo'ykasi o'ziga yaqin. Shu milchaxonaning janida. Buna dorixona xudosi bo'ladi. Xudosi qilgan. Rahim berdi degan. O Alishochida xudosi mini pole qiladi deb arenda qilib, boshlanishi arenda boshlanadi bularda. Boshlangan arenda boshlaydi. Buni ayradilom, biz ayla hukumatga qaraydi dedi. Ikkita ferma, 100-200 tadan novoz bota. O'zi bo'g'ib novoz. Boshqa o chegarada ayla hukumatning yerinde, pastda kanalda. Sotverdi, ular uju qurib oldi. Biz ayla hukumatda erlarga aytgan yo'q. Buna uzun bog', shu bizni ayla hukumatga qaray dedi. Geldi yer. Bu ustidan bu pasından olingan. Bunu da elga sotib, bir odamga emolar aqchasini berib, bularga qildirdi. Bo'ldi, ularga qilib o'tadi o'zini tuğanlar. Aqchasini bersam ham. Buna Jayit yerda Oqmozorda, egizim burada buna uylar yo'q edi. Jayit 1 yilga beriladi dedi. Uy solib o'tirdi, bo'laverib turgan. Ularga o'sha Jumon aka Jayit komissiyasi dedi. Ularga bo'lib turgan buna uylar solindi. Jayitlarga qancha uy soldirib o'tasizlar? Buna o'zini magazini. Kim qog'oz bergan? Bundan negizida uy soldirdi? Jayitlar. Buna saydı bo'yiga solgan magazini. Buna shu chek beriladi degan Aqbazor degan Jayit yerga qancha berib qo'ydilar? Kaç yerde bizde Qancha olmashdi? Ha? Qancha olmashdi kategoriya? Tushunmadim. Qurilishga kategoriya qancha olmashdi? Joyga berilgan yo'q. Yo'q, qanday berilgan tamsallayapti? Berilgan yo'q. Yo'q, qancha tamsallayapti tuğanlarım? Kimni tuğanlar? Sizning tuğanlar. Qilingan yo'q bilan quturib ketadi. Buna bizga ham soldingiz. Buna o'zini Niye bunu talashpaysiz anda? Bu kishinikini talashganda niye bunu talashpaysiz? Bunu da şu qaynanam akasi satgan 100 mingga. Meni otamni joyida yaxshi. Xudosini uchun onu tiyib. Buni labgardanga ikki jag'ini beton qo'yib qo'y 260 mingga tenderdan bitdi. Ichida bir shtuk armatura yo'q dedi. Ustalar aytadi. Ikki mashina tosh bilan ikki mashina shag'al ketganiga 2 tonna sement ketgan. Ustalar aytdi ichida bir shtuk ham armatura yo'q dedi. Onda dorixona Nomon hoji degan o'zini sherigi komandasida. Bu eski bana sotib yo'q qildi unda. Bu Tbilisi do'sini otiga qilib qo'ygan Tbilisi menga tom solib olgan uyi bor. Uni o'zi buzgan, detsat qilam deb qo'ygan, uni buzdirib bergan, detsat bo'lgan. Buni Jayitcher uni ortiqal ekan akani qudasini jeri. Fevral qilib uy solib oldi o karakter. U xudoga shu Jayitcherga uy solgan. O'zlashtirib bermasmi hoji? Yetim boqaman men. Buni nega siz sottosh qo'ysiz? Bishkekka cheyin borib. Xudamiz qo'ying. Nega bunu banyani sottosh qo'ysiz? Uyini cheyin borib. Nega bunu teplitsani sottosh qo'ysiz? Menchik munisipalitetin jeri ekan. Ana jesizning bibliotekasini ko'rib qoldim. Yetim boqaman sen. Ras aqchasini oldinglar. Buna betingizga qo'yib berib atadi. Ukangiz bilan suylashib aqchani bergile deb 4 yildan beri baram deb atadi. Anda je uyini bitirish kerak da qog'ozini berish kerak.
Мындай деп, мен айланайын, акчамды алдым эле. Мен ушуну Кудайдын алдында айылмен чыгайын да кутулайын деп. Эгер бере албасаңар, жасай албасаңар, анда ачык айтыш керек. Эмне бул багыштарды үмүттөндүрбөй, болбойт. Акчаңарды мен алганмен муну бүтүрө албайм. Мен 800 миңерди кайра алгыла дагы силер өзүңөр башка жерден участок сатып алгыла. Мен силерге бир жерден чыгарып берейин. Ушундай иттик кетиптир деп неге аны кылып койбойсуңар? Булар көп кенегени айтайынбы? Мыйзам сыйлаган киши. Көп кенегени айыл башыдан киргизишти. Gösürge киргизди, gösürgesi карга кетти. Үккө бул спорный дезен кылалар. Ошо кайдан болот экен? Силердин bizde Allah bol bütürür. Ona köp kinegen körsetmeyin deyip durup ona berişken. Bular el başçısı. Bunu görsüzün kamal kötü bol kadar sağdır. Bu esterden çıkıp kaldı. Bekitip koydum dedi. Bularda mekenge boğan suyu yok da. Kanun içtap memleketçi. Tuğrusunu ile ayçı keriz. Mekenge boğan suyu olsa yer resursları boyunca Keçe 2000 oldu. Doğru söylüyorsun. Ha çeçim tarafta patlar bu. Çeçim çok öyle. Bu bir Ben akırdım bu. Ben akırdım. Çeçim. Ben akırdım. Taxtaralayın bibliotekte çeçimge Karavanaylık Mutbaşı Taxtaralayın. Kommunалдык менчик катары келген жер аянты Араван айыл өкмөтүнө бекитилип берилсин. Араван райондук жерге жайгаштырып өкмөтү Араван айыл өкмөтү жер азматтыкты өткөрүү жагы суралсын. Араван айыл өкмөтүнүн башчысы Алимов дейт. Так, Юсупов айылдык аймагынын Yok, Aliyev'de koyuyor. Yusupov ayıl өкмөтү дейт. Копия деп атпайбы бул верна деп. Чечим өзү кайыкта? Birinciden. Original çeçim kayıktı. Geçirip koyun bu A bandı bilen. Farşivi buladı. Bular A bandını kotarıp jüroladı. Men köp joyga uchradim. Köp advokat aldım. Uşu olmay koydum. Silam koymadı meni. Verna deb beradi. Original kayıktı. Çeçimden original. Nege sizler kopyaga kol koyuyorsunuz? Original ayıl ökmötü de oşun için kopya beryaptı. Originaldı nege kopya kılıp beredi? Çeçim kayıktı mı? Çeçim Yok da çeçim. Kayıkta. Kanaki. Yorgan söylemeyin. Bugün hazır varsak uşul çeçiminiz çıkpayın. Buna hazır barabız ayıl ökmötümüz var. Uşul çeçim çıkpaydı sizden original. Sizler kopya verin menen aldap atasыңар da eltin bardığım hiç. Uşunun kimge gereği var men düşünmeme. Cesir ayaldı uşunça aldap akçasını alıp Anam şunday bir dokumentlerdi jasap, ne taptыңар? Biblioteka kılıp ne taptыңар hem? Ayıldın eline bir fayda var mı şu жерде? Yok. Mıйзамды öyle kılıp berбейсиңер, anda айтпайсыңар, açık ele көк китебин берип, айланайын, сотто жүрүп атасың. Мына биз ушинтип койгонбуз деп. Аны күйөө аласың, берип ал да анан катып кой, көрсөтпө, анан сен бересиң деп, цирк эмне болот? Kıynanıp gittim, tuğrısı. Ошон үчүн анан элдин бардыгын бийликке жаман көргөсө отпойсуңар, анан элдин баары айтып атат. Эмне десе губернатор жейт, аким жейт, президент жейт, өкмөт жейт, иштебейт дейт. Айыл өкмөттөр жеп атпайсыңар, тети жеринде отуруп алып. Kaptörkası bana da ayıl ökmötü.